Toshkentda juda ham katta xursandchilik, Sevimli telekanalida eslab O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'zbek san'atini darg'alaridan, ustunlaridan professor Ahmadjon aka Dadayevni biz ko'p yillik qadrdon do'stimiz, qadrdonimiz, ota qadrdon akamizni ko'rsatuvlari bo'lyapti. Bu shuncha yillik mehnatni bir chiroyli haqiqat ko'rsatish maqsad. Albatta Ahmadjon akani san'atlari juda ham buyuk. Ahmadjon aka ham kompozitor, ham hofiz, ham juda ham chiroyli kamonchilar. Men kamonchilarni boshimga qo'yib hurmat qilishimiz sababi yo'q, sababi dadam Moskva konservatoriyasida Xolxo'ja To'xtasiyni, Saodat Qobulovalar bilan birga o'qiganlar. Shuning uchun kamonchilarni men juda hurmat qilaman. Mana Tursunboy akamiz ancha yillik qadrdon, 50 yillik. Ahmadjon aka, sog' bo'ling. Ballaringizni baxtini, rohatini ko'ring, to'ylar qiling. To'ylaringizda ham yoningizda bo'lib turishlik nasib qilsin. Doim sog' bo'ling. Bugungi ko'rsatuv juda ham chiroyli o'tsin. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Amin. Rahmat, salomat bo'linglar. Bu anaqaniki rejissyorniki hozir